Hello barcha-barchaga, sizlar bilan ABMC. Bugungi videoda biz Minecraft lekin 8 oyoqdan epik narsalar modida o'ynaymiz va Ender Dragon tutishga harakat qilamiz. Siz esa videoga like, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Unda qani boshladik. Hozir biz boshlang'ich narsalarni yasab olamiz. Buning uchun biz daraxt chopishimiz kerak. Boshlanishga faqat qilich yasab olsak ham bo'ladi, chunki epik narsalar nimaligini bilmaymiz. Shuning uchun birinchi nimaligini ko'rib olishimiz kerak. Hozir men taxminan 1,5 daqiqa davomida sakkizoqlarni qidirdim va topolmadim. Hozir siz bu yoqni tezlashtirilgan kadrda tomosha qilasiz. Menga sektoshlik ketmon tushdi. Bu bilan biroz blok to'plab olamiz. Bu menga endi kerak bo'ladi va yana o'z ishimizda davom etamiz. Bu yerda men cho'kkan kema topib oldim va uni ham bir ko'rib ketamiz. Aytgancha yonib turuvchi sakkizoyoqlardan ham epik narsalar tushadi. Orada tridentli suv zombisi bilan ham jang qilib oldim. Bu zombidan menga trident tushdi. Bu trident endi menga juda katta yordam berdi. Va nihoyat menga qilishdi. Endi esa endga borsak ham bo'ladi. Bu qilichdan toporning o'zi yaxshi ekan. Bu qilich 7 ta uron berar ekan, topor esa 13 ta. Men o'zimga kerak bo'ladigan hamma narsani olib, endga borishga tayyorgarlik ko'ryapman. Va elmitarimni ham saramjonlab olishim kerak. Mana tayyor ham bo'lib oldim. Endi esa endga yo'l olamiz.
Endga ham kelib oldik. Endi esa ozroq Ender Pearl to'playmiz, chunki kristallarni sindirishda bizga yordam beradi. Oz bo'lsa Ender Pearl'ni olib, kristallarni sindirishni boshlaymiz. Mana bu yerda o'lishimga oz qoldi, lekin Tate meni qutqarib qoldi. Bu yerda Enderdrag meni suvimni quritib qo'ydi, lekin pastga yiqilib yerga tushganimda ham o'lib qolmadim, suv meni qutqarib qoldi. Mana bunisi eng oxirgi kristal, uni ham yo'q qilib oldik. Endi esa Enderdrag bilan shug'ullanamiz. Mana bu yerda dragonni tentelar bilan ham yo'q qilmoqchi bo'ldim, lekin tentelar portlaganda dragonning joni ketmadi. Negaligini bilsangiz, kommentariyada yozib qoldiring.
Mana dragonni ham o'ldirib oldik. Videomiz esa shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Siz esa videoga like, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Agar bu mod sizga kerak bo'lsa, uni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Kanal silkasi esa kommentariyada bo'ladi. Bemalol o'tib ishlatishingiz mumkin. Sizlar bilan ABMC bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.